Hörmətli görürmənlər, ekranımızға xoş gəldinlər. Körüvatqanınlar Erkin Asiya Radiosu. Biz ötken həftə Yaponiya paytaxtı Tokyoda işləyən Xalqara Uyğur Münberi toğruluq xəbər işləş jarayonida bu yığınğa iştirak qılğan dövlət ərbabları, siyasi yolla, cümlədən dünyanın hər qaysı yerlərdən gələn hər sahə mütəxəssislər bilan uçurşuş fürsətinə ega bolduq. Şularning biri Özbekistanның Toshkent shahridan bevosita kelib, mazkur yig'inga qadam tashrif qilgan o'zbek siyosiy tahlilchi qarindishimiz Kamoliddin Rabimovdir. Bilishimizcha, Kamoliddin apandim yaqinqi bir necha yillardan buyon Uyg'urlarga munosabatlik bo'layotgan siyosiy yig'ilishlarga O'zbekistondan bevosita ishtirok qilgan birdan-bir o'zbek ziyolisi bo'lib hisoblansa kerak. Undaqda Kamoliddin Rabimov Özbek Uyghur qarindoshlari. Yaqindan buyon barg'ancha kuchayib berayotgan O'zbek-Xitoy diplomatlik munosabatlari haqida nimalarni aytadi? Bu savollarning javobi qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda va Kamoliddin apandi bilan o'tkazgan suhbatning tafsilotida bo'lg'ay. Undaqda ziyoratimizga xush keldingiz. Teşekkür suhbat uchun va fikrimga qiziqish uchun rahmat. Rahmat. Oldi bilan bizningki shu ko'rurmanlarimizga o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. İsmim Kamoliddin Rabbimov. Men siyosatshunosman. Ko'p yillardan beri, ya'ni siyosatshunoslik sohasida faoliyat yuritaman. Kamida 20 yildan oshdi. Keyingi 2 yilda O'zbekistonning o'zi Toshkentda yashayman. Toshkent poytaxti O'zbekistonning poytaxti, lekin undan oldin 15 yil davomida men Fransiyada yashadim. Bugungi kunda Kun.uz mustaqil internet sahifasi, internet gazetasi bor. U yerda siyosatshunos, tahlilchi sifatida ishlayman. Rahmat sizga. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan birinchi savolim. Men bu Amerikaga radioda ishlayotgan jarayonda Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq Uyg'ur faoliyatlar tashkil etgan bir necha faoliyatlarda bo'ldim. Bu faoliyatlarda dunyoning boshqa joylaridan kelgan o'zbek qarindoshlarimiz bilan uchrashish imkoniyati bo'ldi. Ammo O'zbekistondan tunji kelgan men sizni uchrashgandek his qildim. Shuning uchun sizdan savolim endi, bu faoliyatga siz qanday bir maqsad bilan, qanday bir jur'at bilan keldingiz? Avvalambor men mustaqil jurnalistman yoki mustaqil siyosatshunosman, ya'ni davlat ishida ishlamayman. O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo davlatlari rasmiylari bunday konferensiyada ishtirok etmaydi. Chunki keyingi davrda Markaziy Osiyoning 5 ta respublikasi jumhuriyatining birinchi yoki ikkinchi savdo-iqtisodiy hamkori bu Xitoy. Va Xitoyning borgan sari Markaziy Osiyodagi ta'siri oshib boryapti. Mana Rossiya bilan Ukraina urushida Rossiya ko'proq Ukraina bilan bo'lib qoldi va shuning uchun bu yerda Markaziy Osiyodagi vakuum, bo'shliqni sekin-sekin Xitoy to'ldiryapti. Bu meni xavotirga soladi. Endi men hech qachon Uyg'ur masalasiga, Uyg'ur qardoshlarimiz masalasiga befarq bo'lmaganman. 30 yil oldin biz mustamlaka nimaligini bilardik. Ya'ni biz ham xuddi Uyg'uriston, bugungi Uyg'ur qardoshlar, birodarlar kabi biz ham Rossiyaning tutqunida bo'lganmiz. O'zbekistonda, Toshkentda masjidlar bo'lmagan. O'zimizning tilimizda gapirish problema edi. Ya'ni bizim o'zligimizni identity deydi, o'zligimizni yo'qotish siyosati bizda ham bo'lgan. Endi globallashgan dunyoga kirdik. Mana Xitoy 2017-yildan boshlab agressiv o'zlikni yo'qotish siyosatini olib boryapti. Ya'ni lekin globallashgan dunyoda bu Turkiy dunyo juda ham katta. 6 oydan boshlanib toki Albaniyaga qadar. Inshaalloh hammasi shunday bo'ladiki, Uyg'uriston ertadan kechmi albatta mustaqil bo'ladi. Chunki Uyg'ur o'zligi kuchli o'zlik. Bir tomondan Turkiyamiz, ikkinchi tomondan musulmon o'zligimiz, ya'ni islomiy o'zlik va Xitoy bu o'zlikni yo'qotmaydi. Shuning uchun men har doim O'zbekistonda jamoatchilik fikrini, ya'ni xalqning fikrini shakllantirishga harakat qilamanki, biz befarq bo'lishimiz kerak emas. Mana kecha Baxtiyor aka bilan gaplashdik. Agar Uyg'uriston mustaqil bo'ladigan bo'lsa, bu Markaziy Osiyo uchun juda ham katta bufer hudud bo'ladi. Va bizga Xitoydan bo'ladigan tahdid, ya'ni muammolar to'liq yo'qoladi. Va albatta Uyg'uriston o'zining mustaqilligini qo'lga olishi kerak ertadan kechmi. Rahmat sizga. Bayam siz Xitoy, O'rta Osiyodagi Xitoyning ta'sirining bargancha ish berayotganligi haqida to'xtaldingiz. Ham buning o'zingizda bir tashvish paydo qilganligini, o'zingizningki tashvishlanayotganligini o'tirib qo'ydingiz. Sizdek o'ylaydiganlar O'zbekiston yoki O'rta Osiyoda sizning bilishingizcha hali ko'pmi? Yo, O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham Xitoyning o'sayotganligi va Xitoyning agressiv siyosati naqadar salbiy bo'lishi mumkinligini anglaydiganlar juda ham ko'p. Ya'ni bizda Xitoyga
simpatiya bilan qaraydigan aholi qatlami deyarli yo'q. Xitoy masalan, agar Toshkent ko'chalarida yursangiz, har qadamda ruscha eshitasiz yoki inglizcha yozuvlarni ko'rasiz. Lekin na Xitoy tilida na so'zlashuv yoki na yozuvlar bor. Shunday bo'lsa-da, Xitoy bu ko'zga ko'rinmas qudrat bo'lyapti. Chunki hokimiyat koridorlariga, hokimiyat siyosatdagi, ya'ni siyosatchilarimizga Xitoyning ta'siri oshib boryapti. Xitoyning ta'sir qilish texnologiyasi bu juda ham murakkab, ya'ni juda ham xavfli. Katta qarz beradi, katta yordam beradi, katta sarmoya investitsiya kiritadi va shu orqali bu sarmoya va yordamni sekin geosiyosiy ta'sirga o'zgartirib, ya'ni o'tkazib boryapti. Va bu albatta bizni xavotirga soladi. Endi O'zbekistonda mana Uyg'ur qardoshlarimiz borasidagi vaziyatni hamma yaxshi tushunadi. Ya'ni O'zbekistonda bugun internetda ko'radi, YouTube'ni ko'radi. 2009-yillardagi, undan oldingi va undan keyingi 2017-20 yillardagi Uyg'urlarga bo'lgan bosimlarni, repressiyalarni O'zbekiston xalqi biladi. Rahmat sizga. Siz yana Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'siri haqida to'xtaldingiz, ham yana O'zbekistondagi xalqlarningki Xitoyga bo'lgan hesdashlik qilish tuyg'usining tuvalligini bildirdingiz. Yani shunday ahvoldami, hozirgi xalqarada bo'layotgan Xitoyga qarshi ilingan ba'zi harakatlarda, mayli Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bo'lsin, Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki bilak sahnalar, siyosiy sahnalarda bo'lsin, Xitoyga qarshi ilinayotgan ba'zi tadbirlarda bizningki O'rta Osiyodagi davlatlar, O'zbekiston ham shu her zaman Xitoy tarafda bo'lib keldi. Buning sababi nima uchun sizningcha? Siz O'zbekistondagi xalqlarda ashta qaror chiqqanda qanday tuyg'ular maydonga keldi? Qarang, buni bir qancha sabablari mavjud. Markaziy Osiyo davlatlarining siyosiy tizimi demokratik emas. Ya'ni xalq talab qilgan, xalqni ko'nglidagi narsa Birlashgan Millatlar Tashkilotida ovoz bo'lib berilmaydi. Qirg'iziston ham, O'zbekiston ham, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston ham bular avtoritar davlatlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Markaziy Osiyodagi geosiyosiy vaziyat. Aytdimki, mana Rossiyaning yoki Xitoyning Markaziy Osiyoga ta'siri juda ham kuchli. Va g'arb davlatlari, masalan, bizning o'sha Yevropa ittifoqi yoki Amerika kabi katta demokratik davlatlar kabi ovoz bera olmaydi, chunki Xitoyning va Rossiyaning birgalikda ta'siri oshib boryapti. Mana shu yilning martida Si Jinping Moskvaga keldi. Putin bilan Si Jinping bir bayonot berdiki, biz Markaziy Osiyoda rangli inqilob bilan kurashamiz dedi. So'ngra Sian shahrida Markaziy Osiyoning 5 ta prezidenti, lideri keldi va Si Jinping yana shu fikrni aytdiki, Markaziy Osiyoda rangli inqiloblar bilan biz kurashamiz dedi. Birinchidan, bu to'g'ridan-to'g'ri Markaziy Osiyo davlatlarining ichki ishlariga aralashuv. Xalqni o'zi istasa, xohlasa unday qiladi, xohlasa bunday qiladi. Nima uchun tashqi davlat buni na Rossiya aytgan, na Amerika yoki boshqa davlatlar? Chunki siyosiy tizimga ta'sir qilish bu xalqning suveren huquqi. Xitoy aytayaptiki, biz bundan keyin o'sha rangli inqilob bilan kurashamiz deyapti. Oddiy tilga o'girganda biz demokratiya bilan kurashamiz deyapti. Chunki O'zbekistonda yoki umuman Markaziy Osiyoda demokratiya bo'lsa, xalqning irodasi hokimiyatga keladi. Va shu masalada demakki Turkiy o'zlik, Uyg'ur yoki mana O'zbek, biz har doim bu ikki demakki xalqni aslida. Mana Markaziy Osiyoda 5 ta respublika bor, men o'zim o'zbekman. Qirg'izistonga borsam yoki qirg'iz yoki qozoq bavurlar bilan gaplashganda Uyg'urlarga ko'ra ularni kamroq tushunaman. Chunki til baryeri yoki Uyg'ur bilan O'zbek bu bitta tilning ikkita dialekti, ikkita lahjasiga o'xshaydi-da. Turkmaniston undan ham qiyinroq, Tojikiston bu boshqa til, ya'ni tojik tili bu forsiy til. Uni o'rganish kerak. Aslida tarixan biz geografik sal bir-birimizdan uzoq bo'lsa-da, eng zehniyat, madaniyat nuqtai nazaridan yaqin xalqlarimiz. Buni O'zbekiston yaxshi biladi. O'zbekiston xalqi ham biladi. Endi O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda to'liq demokratiya bo'lganida xalqning irodasiga bo'ysunuvchi hokimiyat bo'ladi. Chunki u hokimiyat biladiki, 4 yildan keyin, 5 yildan keyin ketishi kerak. Va shundan keyin u ko'proq xalqdan qo'rqadi va xalqni aytganini qiladi, Rossiyaning yoki Xitoyning emas. Tushundim savolingizni, rahmat. Bayam, yani siz O'rta Osiyodagi bo'libmi O'zbekistondagi shu Uyg'ur tonishi haqida to'xtaldingiz, ham tillarningki yaqinlik haqida to'xtaldingiz. Mening fikrim hamda siz bir tarixchi bo'lasiz sifatingiz bilan bu ikki millatning orasidagi farqlar har xil sabablar bilan, har xil siyosiy o'yinlar bilan yiroqlashtirildi deb qaraydigan nurg'un tarixchilar bor.
Sizningcha mushu ikki millat orasidagi tonishni, qarindoshlikni, mehribonlikni, muhabbatni texmo yaqinlashtirishninki aloqani kuchaytirishning yana qanday yo'llari bor deb qaraysiz siz? Endi bilasizmi, mana shu paytgacha insoniyatning tarixi lokalizm bo'ldi. Lokal degani bu xuddi shunday. Xalqlarning, insonlarning bir-biriga ta'siri juda ham faqat chegaraviy chegarada, ya'ni yaqin kelish kerak edi. O'rta statistik inson faqat 6 kilometrdagi voqealarni bilish va ta'sir qilish imkoniyati bor edi. Bundan so'ng faqat globalizm, ya'ni informatsiya, axborot inson barmog'ining uchida turadi. Va bundan keyin borgan sari bir-biriga yaqin bo'lgan xalqlar yaqinlashaveradi. Faqat siyosiy iroda bo'lsa o'sha uzoqlashish mumkin. Misol uchun Ukraina bilan Rossiya bu bir xalq, bitta din. Ularning geosiyosiy orzusi ularni ayirayapti. Lekin biz Uyg'urlar bilan o'zbeklarda unday emas. Yoki bugun Markaziy Osiyoda ham geosiyosiy bo'linish mavjud emas. Markaziy Osiyoning 5 ta respublikasi ham Rossiya bilan yoki Xitoy bilan munosabatlarni ideallashtirmaydi. Ya'ni ular biladi, bu ikkita davlat tarixan dunyo turkilarini bosib olgan imperiyalar. Bittasi Rossiya imperiyasi, ikkinchisi Xitoy. Shuning uchun biz mana shu ikki qudratli davlatni tahdid sifatida xalq biladi. Lekin hokimiyatlarda hozir unday qudrat mavjud emas. Ya'ni biz o'tish davridamiz. Globalizm davrida, internet davrida biz Uyg'urlar va o'zbeklar albatta yaqinlashishda davom etaveramiz. Lekin ma'lum bir siyosiy voqea va hodisalar ham bo'lish kerak. Demak, Markaziy Osiyo borgan sari demokratik jarayonga kirib borish kerak. Shunda demokratik hokimiyat bu xalq bilan ko'proq hisoblashuvchi, xalqning irodasini hokimiyatga olib chiquvchi bir siyosiy tizim bo'ladi va shunda bizning pozitsiyamiz aynan xalqning pozitsiyasi bo'ladi va xalqning pozitsiyasi o'zbek xalqi bilan Uyg'ur xalqining yaqinlashuvi. O'zbekiston bugun mustaqil bo'lar ekan, vositachi davlat bo'lish kerak va yordamchi davlat bo'lish kerak. Uyg'uriston ham mustaqil bo'lish kerakni yordamiga o'zining yordamini to'liq berish kerak. Rahmat. Biz O'zbekistonninki men O'zbekiston mustaqillik erishgan vaqtida bizning Uyg'ur xalqi eng suyungan. Bizning bir qarindishimiz mustaqillikqa erishdi degandek tuyg'ularda bo'lishgan, ham bak ichki jihatdan mayli oshkora mayli yo'shirin bo'lsin tabriklashgan. Lekin bu 20 yil jarayonida Islom Karimov hokimiyat beshida o'ltirib olib, bu ikki millatning orasidagi bo'linishni, farqni intayin kuchaytirdi deb o'ylaymiz. Ham shu jarayonda O'zbekistonda Islom Karimov shunday bir kalimani aytgan. O'zbekistonda Uyg'ur mavjud emas degan bir gap qilgan. Esingizda bo'lishi kerak. Balkim hozir bu Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev hokimiyat beshiga chiqqandan keyin muayyan o'zgarish bo'lgandek ba'zi bir hodisalarga shohid bo'lyapmiz. Uyg'ur jamiyatlari qurilyapti, Uyg'urlarga ko'rgazmalar ochilib, xalqaradan har xil odamlarning kelishiga imkoniyatlar yaratilyapti. Berishmo, berib kelishlarmo hali ko'payyapti. Mushu sharoitda ya'ni biz bilmaydigan nurg'un taraqqiyotlar bo'lishi mumkin. Siz O'zbekistonda bo'layotgan ikki millatning madaniyat almashtirish, fikr almashtirish, zihniyat yiqilish jihati bo'layotgan o'zgarishlar haqida ozroq bir to'xtalgan bo'lsangiz. Xo'p, qarang. Men o'zim bir umr O'zbekistonda yashayman. Agar do'stlarim men Uyg'urman demasa, men uni o'zbek deb o'ylayman. Ya'ni tildan, tashqi ko'rinishdan Uyg'ur bilan o'zbekni farqlash imkonsiz. Xo'p, O'zbekistonda, Toshkentda Uyg'urlar juda ham ko'p. Nihoyatda ko'p va har doim ko'p bo'lgan. Biz tarixan bitta sivilizatsiya va bitta bir makon bo'lganmiz, hech qachon uzilmaganmiz. Ya'ni biz faqat hozir keyingi 20-asrda uzilib qoldik. 20-asr dunyo turkiylari uchun fojia asri. Turkiya, Usmonli Turk imperiyasi parchalanib ketdi. Markaziy Osiyo, Turkiston to'liq Rossiya tomonidan istilo qilindi, bosib olindi. Sharqiy Turkiston yoki Uyg'uriston Xitoy tomonidan bosib olindi. Hali ham Uyg'uristondan tashqari Rossiyada yoki boshqa bir hududlarda o'zining mustaqilligiga erishmagan xalqlar, hududlar, territoriyalar juda ham ko'p. Masalan, tatarlar bor, Qrim tatarlar, Qozon tatarlar yoki Sibirda oltoylar bor. Ya'ni xuddi shunday turkiy xalqlar juda ham ko'p. Kelajakda borgan sari globallashgan dunyoda bular albatta mustaqil bo'ladi. Chunki Xitoy bugungi kunda iqtisodiy yoki siyosiy qudratli ko'rinsin, aslida u 21-asrda borgan sari bosqichma-bosqich so'nib boradi. Rossiya so'nayotgan imperiya. U demografik so'nayapti, iqtisodiy so'nayapti. Rossiyaning masalan 145 million aholisidan asrning oxiriga borib taxminan 70, maksimum 80 million qoladi, balkim undan ham pasayadi. Xuddi shunday Xitoyda ham demografik so'nish albatta bo'ladi. Va shuning uchunki bugun O'zbekistonda o'zgarishlar bor. Bugun O'zbekistonda ozmi ko'pmi so'z erkinligi bor. Bugun O'zbekiston davlati
jamiyatdagi xalqlardagi o'zlik bilan kurashayotgani yo'q. Karimov davrida bor edi bu narsa. Ya'ni Karimov uchun Uyg'urlar yo'q deyishi bu ishlarga, ya'ni Xitoyga yon bosish edi aslida. Xitoyga qulay bo'lish bir siyosat edi. O'zbekistonda Uyg'urlar bor, Uyg'ur jamiyati bor, ular rasman ro'yxatdan o'tgan va O'zbekistondagi o'zbeklar ham, Uyg'urlar ham Uyg'uriston taqdiri borasida har doim qayg'uda. Rahmat, yaxshi mingdashdiq. Vaqt munosabati bilan mishada to'xtalsak, ammo muhim bir savolim hamda siz balki men so'ramay o'tib ketgan yerlaringiz ya'la bo'lgan bo'lsa qo'shimcha qildigan yoki bizning radio anglag'uvchi Uyg'ur qarindoshlarimizga deydigan qandaq yurak so'zlaringiz bor, shuni bir anglab boqqan bo'lsak. Xo'p. Biz Pekinga qaraganimizda birinchi bo'lib bizning ko'zimizga doim Urumchi tushadi. Ya'ni aytmoqchimanki, bizning Xitoy bilan munosabatlarimizning fundamentida, asosida Uyg'ur qardoshlarimiz va Uyg'uriston taqdiri turishi kerak. Hech bo'lmaganda xalq uchun. Bugun Markaziy Osiyodagi 5 ta respublika, 5 ta jumhuriyatning hokimiyati buni talab qilish qudratiga ega emas. Buni real qarashimiz kerak. Kurashdan to'xtash kerak emas. Kurashdan to'xtash kerak emas. Men har doim bir gapni aytaman. Sovet ittifoqi 90-yilda quladi. Lekin Sovet ittifoqi bilan kurashadigan katta buyuk tashkilotlar, masalan NATO bo'lsin, bu 49-yilda tashkil topdi. Yoki Ozodlik radiosi 53-yilda tashkil topdi. Yoki bir boshqa tashkilotlar ham undan oldin yoki undan keyin tashkil topdi. Ya'ni 40 yil, 50 yil kurashildi. Xitoy bu juda ham xavfli bir davlat. U bilan kurashish oson bo'lmaydi, lekin to'xtash kerak emas. Va biz albatta tarixda g'alaba qozonamiz. Rahmat.